Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Fero. Bugungi kanalimizda birinchi video va shuning uchun kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosib qo'ying. Ana unda boshladik. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Minecraft aslida qanday boshlangandi? Endi esa minglab yangiliklar bilan to'la. Bularning barchasi modlar tufayli. Bugun sizga modlar nima ekanligini tushuntirib beraman. Modlarga misol qilib, eng mashhur modlardan biri Optifine'ni misol qilishimiz mumkin. Optifine FPS'ni oshiradi, grafik sozlamalarini yaxshilaydi, shaderlarni qo'llab-quvvatlaydi. Dynamic Lights, ya'ni fonar yoki lava qo'lingizda bo'lsa ham atrofga yorug'lik berish imkoniyatiga ega. Connected Textures, bloklarning chiroyli ulanishi. Better Grass and Better Snow, o'simliklarni va qor animatsiyalarini yaxshilaydi. Shunga o'xshash modlardan Biomes of Plenty, ya'ni yangi dunyolarni qo'shadi. Tinker's Construct, qurollar va mexanizmlar qo'shadi. Modlar qanday yaratiladi? Modlar jamoa yoki yakka tartibda ishlab chiqiladi. Eng mashhur mod yaratuvchilariga misol qilib, iChun va King Bee Dogs'ni misol qilishimiz mumkin. Minecraftda Forge va Fabric nima? Forge va Fabric bu Minecraft Java Edition uchun mod loaderlar, mod yuklovchilar bo'lib, o'yin ichida ishlatishga imkon beradi. Minecraft Forge bu eng mashhur va eski mod yuklovchi bo'lib, ko'pchilik modlar aynan Forge uchun yoziladi. Afzalliklari esa ko'pgina mashhur modlar Forge uchun ishlab chiqilgan. Katta va barqaror tizim bor. Optifine aynan Forge bilan ishlaydi. Kamchiliklari bo'lsa, yangi versiyalar uchun yangilanishi uzoq davom etishi mumkin. Ba'zan og'ir va modlar ishlaganida o'yin sekinlashadi. Fabric bu yengil va tez mod yuklovchi, Forge'ga nisbatan tezroq ishlaydi va yangi versiyalarga moslatishi juda ham oson. Afzalliklari: eng so'nggi Minecraft versiyalariga tez moslashadi, yengil va tez ishlaydi. Kuchsiz kompyuterlar uchun juda ham mos. Sodium kabi grafik modlarni yaxshi ishlaydi. Kamchiliklari esa Forge modlari Fabric bilan ishlamaydi, ya'ni ikkalasi mos emas. Katta mod to'plamlari Forge'ga ko'proq ishlab chiqiladi. Va shu payt bizda savol tug'iladi: qayer va qanday modlarni yuklab olish mumkin? Modlarni yuklash va topish uchun eng qulay sayt bu curseforge.com, ya'ni curseforge.com sayti bo'lishi mumkin. Bu yerda har qanday modlarni topish va yuklab olish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Modlar qanday yuklash videosini esa ko'rishingiz mumkin. Modlarning vazifasi shundan iboratki, ular Minecraftni yanada qiziq qilish va o'yinchini zeriktirmaslik uchun xizmat qiladi. Bugungi videomiz shundan iborat edi.
O'zingizga yoqqan modlarni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog', omon bo'ling.